Domla, Qurban hayit bayrami bilan tabriklayman. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, amalga oshsin. Xavfsiz haydovchi xodimlarga tilaklaringiz. Xavfsiz haydovchilar, xavfsiz haydovchi xodimlariga tilagim shuki, bundan ham nima deydi, ahilligimiz yaxshi bo'lsin. Nima deydi, natijalarimiz bundan ham yuqori bo'lsin. Xavfsiz haydovchi respublikada birinchi bo'lishiga tilakdosh bo'lib qolaman. Rahmat. Domla, fikrlaringiz, tilaklaringiz bayram. Xo'p, meni tilaklarim avvalambor shu yangi jamoa bilan mana birgalikda ishlab kelyapmiz. Xudo xohlasa jamoani yigitlari mana hammasi o'quvchi nazariy amaliy ustozlarimiz hammasi zo'r. Xudo xohlasa xavfsiz haydovchining ustozlari hammasi yaxshi, malakali ustozlar deb bilaman. Shular qatorida ishlab turganimda men xursandman va kelayotgan mana shu hayit bayrami bilan hammalar uchun yurakdan tabriklayman. Oilalarga, o'zingizlarga sog' salomatchilik, tinchlik omonlikda mana shu xavfsiz haydovchini yuksak mahoratga ko'tarishga, balandlar cho'qqilarga chiqishga birga-birlikda yonma-yon turib birga ishlashlikka Alloh nasib qilsin hammamizni. Hayit muborak bo'lsin hammalarga, sizga ham shu tarzda. Eng yaxshi ko'rgan domla. Assalomu alaykum. Hurmatli mana shu o'qituvchilar, o'quvchilar, ishchi xodimlar, hammalarga shu kirib keladigan hayit bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Bizning mana shu xavfsiz haydovchi ishxonamiz viloyat bo'yicha hamma yoqda boshqaradigan tashkilot bo'ladi. Xudo xolasa. Shunga bizning niyatimiz ham bor, shunga erishamiz. Xudo xolasa har bir tayyorlagan o'quvchilarimiz ko'chada yaxshi harakat qilib shu Andijonimizning kelajagini yana ham chiroyli qilib o'tishga, boshlig'imiz shu Sherzodbekka katta rahmat. Mana shunchalik qilib bizni olib yurib, chiroyli qilib yurganiga otasiga balli umri uzoq bo'lsin. Siz ham madrakizam. Nima gapirsam yo'q demasdan, xo'p, bo'pti, Nodira qiz yana nima qilay deb turadigan domlamiz. Bayram tilaklaringiz. Hujum shu yerda xavfsiz haydovchi avtomaktabimizni gullab yashnashiga, ravnaq topishiga tilakdoshmiz. Har doim Xudo xolasa harakat qilamiz shunga. Har doim fayz barakotli ishxonalardan bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Agentimiz kuchlilik qilib vatanparvardan apga olgan domlamizga bayram tilaklaringiz. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Yaxshi o'tsin. Niyat kabi hammani yo'llari oq bo'lsin. Bundan-da yuksak, bundan-da chiroyli faoliyat yurgizib, yanada yuksalishimiz, kengayishimiz talabdorman. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Akmal akani endi hamma taniydi, tanishtirib o'tishim shart emas. Nazariy domlalar ichida eng aktivi, faoli domla bo'ladi. Tilaklaringiz bayram. Assalomu alaykum. Biz xavfsiz haydovchini kuzatayotganlarimiz. Ustozlarimiz niyatlari juda go'zal bo'ldi. Kelasi yilga qatorimizdan xato bo'lmasdan kollektivimizni yana ham boyitib, ishchi xodimlari bilan moliyaviy hamma tomonlama boyitib, chiroyli o'sishda davom etaylik. Bu yilgi 2026-yilimiz ham juda go'zal kelyapti hammamizga. Xudo xolasa hammamizni ham gruppalarimiz ko'p, o'quvchilarimiz ko'p, bizni kuzatib boruvchilarimiz ko'payyapti mana ijtimoiy tarmoqlarda. Xudo xolasa bizga muxlislik qiladigan insonlar ham ko'payib, ishonib boryapti. Xavfsiz haydovchi eng ishonchli maktab. Respublika bo'yicha domla aytgandek birinchilardan bo'lamiz inshaalloh. Xudo xolasa xavfsiz haydovchi hech qachon nomi uning bo'lmaydi. Doim zo'r bo'ladi, yuksaklarga ko'taramiz. Albatta, ledi xodimalarni ham obro'sini ko'taramiz, ayollarimizni ham. Rahmat. Yana bitta xavfsiz haydovchimizda yosh ijodkorlarimiz, yosh domlalarimizdan yana bittasi Ilyos Beydi. Tilaklarini eshitamiz. Ilyos Bey. Rahmat, avvalambor yoshi katta domlalarimizni tilaklariga qo'shilaman. Eng yoshi o'zim ekanman. Xudo xolasa domlalarning orqasidan yurib, kasblarni olib, yuksak natijalarga erishaman degan umiddaman. Sherzodbekga rahmat katta boshlig'imizga, chunki menga ishonib yangi filiallar ochib berdi. Xudo xolasa ishonchini oqlayman. Hammaga hayit ayyomi muborak bo'lsin. Sizga ham. Rahmat. Kattaligimizni tekshirib kuzatib o'tiradigan yana bitta ukamiz bor. Kamerachi. Abdulloh, bayram bilan tabriklaymiz. Hammani Qurban hayiti bilan tabriklayman. Xavfsiz haydovchini shunda menga ishonib topshirgan ish yuruvchilarga rahbariga rahmat
Bo'ldi, kechaveradi. Hammalarni Qurbon hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Qurbon hayit hammalarni xonadoninglarga fayz baraka olib kelsin. Xavf haydovchi. Shuning uchun hazilamiz bitta she'rni Hosila Rahimovaning qo'shig'ini buzib she'r qilib qo'yganmiz. Parodiya deydi, parodiya qilib qo'yganmiz. O'quvchilarimizga bos, gazni bos, rol boshqar shopurga xos. Do'qurlarni ko'rganda tormozdan bos iltimos. Moshinga yarashgan o'zim, buzilsa qarashgan o'zim, bu bevafo dunyoda ustaga ergashgan o'zim deb, ustaga ergashib yura olmasdan mashinaga yaxshi qaranglar deymizmi deymiz. Obunachilarimizga tilaklaringiz. Tilaklarim mana shu imtihonga tayyorlanish jarayonida qiyinchiliklarni oson o'tib olishini tilaydoshman. Pravalarni olib, yaxshi transport vositalarida, yo'l harakat qoidalariga amal qilib, yo'l transport hodisasini oldini olishni nima bo'ladi? Harakatlanish oldini olib, chiroyli harakatlanishni tilakdosh bo'lib. Hamma hayit bayramlari bilan tabriklayman. Umrlar uzoq bo'lsin, rizqlar bo'lsin. Keyingi hayit bayramlarida mana shunday diydor ko'rish hammaga nasib qilsin. Nimaki o'ylagan niyatlarga yetishsin. Xavfsiz haydovchiga kelib, imtihonlardan yaxshi o'tishlari, tayyorgarliklari ko'rib, omadlarini berib, olgan haydovchilik guvohnomalari bilan eson-omongina yaxshi maqsadlarda, yaxshi niyatlarda avtomashinalarni boshqarib yurish hammasiga nasib qilsin. Hammalarni salomat bo'lib tabriklayman. Bizni ayol xodimlarimiz Qurbon hayit bayrami bilan obunachilarimizni Pravasi yo'llanamiz, kommentariylarga yozamiz. Siz ham pravolar yura olasizlarmi? Opa, siz hammadan Qurbon hayitga tilak so'radingiz. Siz o'zi qanaqa tilaklaringiz bor? Qurbon hayit bayrami hammamizga qutli muborakli bo'lsin. Xonadonlarimiz tinch, fayzli bo'lsin. Pravo olmaganlar hammalarga pravolar nasib qilsin. Rahmat opa. Mana xavf haydovchini hech qanaqa kadrlarda ko'ravermaydigan, asosan orqasida turadigan ustunlardan biri. Abakir, Qurbon hayit uchun qanaqa tilaklaringiz bor? Hammani tabriklayman, hamma obunachilarimizni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Rahmat. Xavfsiz haydovchi kadrlarni orqadan turib videoga olib o'tiradigan akamiz o'zidan bir tilak eshitamiz. Bering kamerani. Yo'q. Aka, Qurbon hayit bilan obunachilarni ikki og'iz. Barcha obunachilarni Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Hammaga xavfsiz haydovchini o'quvchilariga, obunachilariga, o'qituvchilariga ishlarida omad tilab qolaman. Xavfsiz haydovchiga kelinglar, pravasi yo'li va pravoga bo'linglar. Rahmat aka. Xavfsiz haydovchida mana yana bir yosh domlalarimizdan Qurbon hayiti uchun ikki og'iz tilak. Assalomu alaykum. Xavfsiz haydovchi obunachilari barchalari kelayotgan Qurbon hayiti bilan muborakbod etaman. Barchamizga xayrli va manfaatli bo'lsin. Hammalarni kutib qolamiz. Rahmat. Xavfsiz haydovchini yosh bir nazariy domlalardan bittasidan so'raymiz. Tilak. Rahmatulloh. Assalomu alaykum. Kelayotgan Qurbon hayitingiz bilan tabriklayman. Ikki og'iz obunachilar va biz o'quvchilarimizga Qurbon hayiti uchun tilak. Hammaga assalomu alaykum. Kelayotgan hayit bayraminglar bilan tabriklayman. Kimniki prava kerak bo'lsa, tanlovda adashmasanglar bu. Albatta pravali bo'lasizlar. Xavfsiz haydovchi eng zo'r. Bosh uchun zo'r bo'ldi. Rahmat. Ketdi. Mana xavfsiz haydovchilarning bir yana yangi domlamiz. Assalomu alaykum domla. Yaxshimisiz? Issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? Pravalar beryapsizlar bolalarga. Xo'p, xavfsiz haydovchi obunachilarga Qurbon hayiti uchun tilak. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti barcha O'zbekiston ahliga hamda o'quvchilarimizga, mana shu yerda o'qituvchilarimizga barchalariga muborak bo'lishini tilaymiz. Hammalariga sog'lik, omonlik, o'quvchilarimiz yaxshi o'qib, pravalarni olishlariga nasib qilsin hammalariga. Keyingi Qurbon hayitlariga ham hammamiz tinch salomat yetaylik. Hammalarga omad. Rahmat domla, charchamanglar. Xavfsiz haydovchilarni tunni tun, kunni kun demasdan qo'riqlab kelayotgan Mo'ydin tog'a. Assalomu alaykum. Mo'ydin tog'a, kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. O'quvchilarga va xodimlarga. Bu shunday gapmi? Hammalaringni Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Salomat bo'ling. Rahmat, Mo'ydin tog'a, charchamang. Assalomu alaykum. Domla, yaxshimisiz? Kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Rahmat. Sizdan bir tabrik eshitaylik, domla. Qurbon hayiti bilan. Hammalarni Qurbon hayiti bilan Hammalar bilan tabriklaymiz. Ishxonamiz nomidan ozgina nashraqamiz bor ekan, sizlar shu xursandchiligiga chaqirib, shunaqa bo'lganidan bag'oyat ko'rib xursandmiz. Safimiz kengayapti, kamayapti. Barakasini bersin. Самое главное. Rahmat. Shu bilan
Qurbon hayiti munosabati bilan Rahmonov Shokirjon domlani tabriklaymiz. Domla, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib, Shokirjon domla. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa hammasiga yeting. Shokirjon domla. haydovchi korxonasida ayyon bilan biz kumoq serish tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, baxt saodat, oilaviy baxt tilaymiz. Oling ha. Ozroq bo'lsa ham qo'yib beringlar oldiga. Oldiga olib borib bering. Xo'p. Keyingi domlamiz mana shu maktabimizga o'z hissasini juda ko'p qo'shib, mana shu qilib yurgan Yusuf Tilmurod domla tabriklaymiz. Tilmurod aka, rahmat. Hamisha bor bo'lib yuring. Ozroq bo'lsa ham ko'p qo'lida qabul qilasizlar. Narsalar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Keyingi bizni domlamiz mana shu maktabimiz uchun nima bo'lsa qilaman, chiranaman, hammasi bilan olishaman deydigan domlamiz bor. Said Murodov Akmaljon. Akmal aka. Akmal aka. Akmal aka, qadasiz Akmal aka. Qaydasiz. Akmal aka. Rahmat aka. Eshitmay qoldi, ezgi yutilarlarimi? Bunday kallani istayapman, hech qachon topa olmayman. Eshitdingizmi? Tabriklaymiz, ozroq bo'lsa ham ko'p to'nida qabul qilib, ayyominglar muborak bo'lsin. Qatorimizdan xato bo'lgan shunaqa xursandchiliklar nishonlashni nasib qilsin. Amin. Barchaniz kelsin. Rahmat. Ozroq bo'lsa ham ko'p to'nida qabul qilib qo'yib bering. Qayerga o'tirasiz? O'tirsangiz joyingizga qo'yib beradi. Keyingi domlamiz maktabimizni qayerida bo'lsa ham borib gullatadigan domlamiz Amatoxunov Ibrohimjon. Ibrohim domla tabriklaymiz. Domla tabriklaymiz. Afsus. Hammalarni shu kirib kelgan hayit bayrami bilan tabriklayman. Oilaviy sog'lik, salomatlik tilayman. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Qo'yib beringlar u yoqqa. O keyingi domlamiz mashinani korotchi umuman minishni bilmaydigani ham. Kelsa mana shu o'rgatib miyasiga qo'yib tashlayotgan domlamiz Qaziy Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, tabriklaymiz. Chin qalbimizdan. Salomat bo'ling. Rahmat. Keyingi domlamiz mana shu vajdaynani ham vajdayna qilib yuboradigan, Libboy tarafiga yurgizib yuboradigan Tajiddinov Akramjon. Tabriklaymiz. Datkola. Afsus o'sha aka. Tabriklaymiz. Maktabimiz nomidan. Hamma bayramlar tabriklayman. Quvonch bayramlar. Kengasiga aytishdiki, odam kamaymasin. Duosi yaxshilashga harakat qilaylik. Salomat bo'ling, rahmat domla. Ertani erta, kech demay yuradigan domlamiz bor. Sahar desanglar, saharda kelib nechtasini bo'lsa yurgizib tashlaydigan Hojimatov Ilyosbek. Hammalarni Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Oilaviy tinchlik, Xudo xolasa keyingi yillarda ham, keyingi oylarda ham birga ishlash nasib qilsin.
yosh bo'lishiga qaramasdan ko'p narsani bartaraf etib o'quvchilarni o'tkazayotgan domlalarimiz bor yaxshi. Ikromov Iskandarbek. Sizlar Qamariy Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Hammamiz nomimizdan, shaxsan o'zim nomimdan, oila a'zolarimga ham Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Tabriklayman do'stlar. Bizni nasib shuncha qilayotgan tabriklarimiz davom etyapti. Bizni nasib shuncha qilayotgan mehnatimiz, ishlayotganimiz, boshqa narsalarni ommaga olib chiqib, media sohamizni yoritib berayotgan Obaqul Safarbek. Mehlar kelayotgan hayot bilan tabriklayman. Allohdan so'raganlarni Alloh yordam bersin. Sizlar bilan ishlayotganimda sizlarni faxrlanaman. Xo'p, tabriklashda davom etyapmiz. Safimizga qo'shilib kengayayotganimizda kelayotgan Yodgorov Xayrulla tabriklaymiz. Ko'paysa ko'paylik, kamaymaylik. Xayrulla aka. Salomat bo'ling. Siz bilan ishlab mana Xudo xolasa Amin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Xo'p. Keyingi domlamiz o'z hissasini bizning maktabimizga qo'shib kelayotgan Hasanov Oybek. Oybekni tabriklaymiz. Oybek aka, tabriklaymiz. Qilayotgan mehnatingizga rozi bo'linglar. Qurbon hayiti bilan barcha ishchilarimizga, bizni ko'rayotgan partiyalarimizga hammasini tabriklaymiz. O'zbekiston xalqiga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Xonamizga omad, xavfsizlik, taqdir zo'r. To'g'ri, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Xo'p, qarang. Xo'p, yana bitta biz domlamiz maktabimizga o'z hissasini qo'shib, rivojlanishimizga hissasini qo'shayotgan Xolmatov Ahmadjon aka. Ahmadjon aka, tabriklaymiz. Hayotingiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Hamma Qurbon hayiti familiyalari muborak bo'lsin. Bizga bildirayotgan ishonchliklaringizni oqlashlik bizga ham nasib. Aytganingiz kelsin. Rahmat aka. Rahmat. Xavfsiz haydovchi maktabimizda o'z hissasini qo'shib ishlab kelayotgan anchadan beri shu perelomlariga ham qaramaydi. Oyog'i ishlamay qolsa ham kelaveradi. Nima bo'lsa kelib xizmat qiladigan kimsan bor Husniddin? Do'stlar. Ayollar yaxshi. Do'stlar, tabriklayman. Lekin mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Chin qalbimizdan, absay dushi. Qolaversa mana shu ishlarni boshlatib Rahmat, shunda. Rahmat do'stim. Yosh bo'lishiga qaramasdan maktabimizga ko'p hissasini qo'shib, aka men yorib chiqaman deydiganlaridan Ergashev Ilyosbek. Aka, tabriklaymiz. Rahmat, o'zinglarni. Chin qalbimizdan. Qani, ikki og'iz shiniga. Hamma kollektivimizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Xudo xolasa, Xavfsiz haydovchi avtomaktabini ko'klariga ko'taramiz. Andijonda nomer 1 qilamiz. Malades aka, tabriklaymiz. Xo'p, yana bitta yosh nogironlarimizdan o'z hissasini faqat rezultat bilan ko'rsatayotgan bolamiz Abdullayev Rahmatullo. Rahmatullo, tabriklaymiz aka. Hayot muborak bo'lsin.
от всей души. Barchani kimsaga hayit bilan tabriklayman. Bundan keyingi yillarga ham birga yelkaga Rahmat. Tabriklaymiz. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling. Xo'p, endi go'zal ayollarimizga o'tsak, qirolichalarimiz hali mehnatini soatiga qaramaydi, ishga kelgandan keyin umuman soatiga qaramay yurgizib, hamma yoqiga qarab yuradigan qirolichamiz Tojiboyeva Nodiraxon. Nodira opa, babratski, so'rashib olamiz. Tabriklaymiz opa, chin qalbimizdan. Qilayotgan mehnatinglarga rozi bo'linglar. Ularimizni davom ettirasiz qizlar. Keyin chaqiraman. Oilaviy tinchlik xotirjam. Rahmat. Qaranglar opam, opamga qaranglar. Orqasidan boringlar. Orqasi. O'quvchilar uchun quyosh demasdan zo'ntigini tutib olib, hammaga zo'r natijalar berayotgan Alim va Irodaxon. Ayrim sabablarga ko'ra chiqolmaydi ekan, tabriklab qolamiz. Irodaxonga olib borib beramiz. Ha. Yana bitta amaliy o'qituvchimiz Bomatova Nargizaxonga. Nargiza tabriklaymiz. Aka. Qodirova Shohida. Qabul xodimimiz Bo'ston. Keling asalim. Qutlug' bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat. Yaxshi kayfiyatlar sizga tilab qolamiz. Hammalarni kuch kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Iloyim keyingi hayitlarda ham birga ishlashni, shunaqa chiroyli kolektiv bo'lib, yurish nasib qilsa. Qutlug' bo'lsin ota. Kim? Hamma xodimlar uchun jonkuyar bo'lib, hisob-kitob oyliklarimizni chiqarib beradigan Yoqub va Nilfarxon. Keling asalim. Tabriklaymiz. Qutlug' bo'lsin. Maktabimiz doim gullab yashnasin. Xayrli, barakali rizqimiz ulug'. Bo'lsa hammamiz doim birgalikda shunaqa yaxshi natijalarga erishaylik. Hech qachon pastga qarab yurmaymiz, faqat tepaga qarab bosamiz. Hammamiz bitta jamoa, bitta oilamiz. Qutlug' bo'lsin. Tabriklaymiz. Keyingi yana bir jonkuyar xodimlarimizdan biri Qodirova Durdon opa. Keling. Eng ko'p qabulga odam yig'adigan opamiz. Qutlug' bo'lsin. Opa. Tabriklaymiz. Haydovchilar barcha xodimlarini va rahbarga keyingisi siz kelayotgan hayit ayyomini bilan tabriklayman. Barchamizga hayit ayyomi qutlug' bo'lsin. Yana bitta jonkuyar xodimlarimizdan biri Ishonova Nafosatxon. Keling go'zalim. Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. Hamma kollektiv nomidan oz bo'lsa ham qabul qilasiz. Assalomu alaykum avvalambor. Kelayotgan hayit ayyomi bilan hammani tabriklayman. Men xavfsiz haydovchi oilasida yashayotganimdan xursandman. Salomat bo'ling. Nilfarxon keling asalim. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. Xavfsiz haydovchi nomidan bo'lsa ham, oz bo'lsa ham qabul qilasizlar. Yana bitta jonkuyar xodimimiz hisob-kitoblarimizni to'g'rilab ketadigan Rustam va Mehriniso. Mehrinoza. Ketdimi, bormi? U ham chiqmaydi ekan. Avtodrom xodimlari uchun jonini jabborga berib, eng shirin ovqatlar pishirib beradigan qizimiz Husanova Fotimaxon. Keling go'zalimiz, o'zimizni chiroyli powerlarimiz. Go'zalim, qutlug' bo'lsin. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'ramiz. Qutlug' bo'lsin. Yana bitta jonkuyar xodimlarimizdan biri Anvarxon va Naziraxon.
qutlug' bo'lsin. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Hammalarda Qurbon hayiti Tabriklaymiz. Yosh katta bo'layotgan o'quvchilarimiz, xodimlarimizdan bittasi To'raxonov Abdulaziz. Abdulaziz tabriklaymiz uka. Sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik. Rahmat, tabriklaymiz uka. Tabriklaymiz Abdulaziz. Navbatdagi bizni jonkuyar domlamiz ertadan erta kech demay vaqtidan jicha kech qolib ketadigan domlamiz bor, Boltaboyev Dostonbek. Tabriklaymiz. Bo'lsin. Tabriklayman. Yaxshi kunlaringizda hayotingiz muborak bo'lsin. Hammani tabriklayman. Qurbon hayiti hammamizga baxt va salomatlik. Amin. Yana bizni mashina desa men mindiraman deydigan xodimlarimizdan bittasi Mirza Ahmadov Zikrullo. Tabriklaymiz. Zikrullo ayyomlar muborak bo'lsin. Hammani kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Xavf haydovchi eng zo'ri. Tabriklaymiz. Zikrullo, mehnatlaringizga rozi bo'ling. Navbatdagi domlamiz mashinani mana shu yosh bo'lishiga qaramasdan zo'r o'rgatib kelayotgan Tursunov Ne'matullo. Tabriklaymiz uka. Ne'matullo. Tabriklaymiz. Hayotingiz muborak bo'lsin uka. Hammaga hayot muborak bo'lsin. Xo'p, yana bitta bizni jonkuyar ishchilarimiz, xodimlarimizdan bittasi hali instruktorlik ham qo'lidan kelib, hamma yo'lni yorib tashlab chiqadigan ukamiz No'monbekov Mavlonbek. Tabriklaymiz uka. Молодец uka. Ezgu tilaylar. Rahmat uka. Mehnatlaringizga rozi bo'ling qilayotgan. Qononi azmi o'z olish bor ekan. Yosh bo'lishiga qaramasdan maktabimizni chapini ham, o'nini ham hamma yo'g'iga qarab yuradigan bizni ukalarimizdan bittasi Abdulhamidov Abbakir. Abbakir! Uka, aytish qulluq bo'lsin. Tabriklayman. Chin qalbimizdan. Ezgu tilaylar, niyatlar. Keyingi xodimimiz bizni hamma nazoratimizga qarab turadigan, kim qayerda nima qilyapti, hamma yo'qni ko'rib, bilib, yetkazib ommaga olib chiqib beradigan Abduqodirov Habibullo. Habibullo. Tabriklayman uka. Chin qalbimizdan. Hayotingiz muborak bo'lsin uka. Qaranglar. Молодец. Xo'p. Keyingi bizni xodimimiz ommaga bizni nima qilayotganimiz, hamma yo'lni ko'rsatib berib, yoritib, Andijonmi, Toshkent, Farg'ona, Lipojaga borib biz bilan xizmat qiladigan Shahobiddin Salohiddin. Salohiddin. Aziz muborak bo'lsin uka. Hozir bo'lsa ham ko'p qo'lida qabul qilib tabriklaymiz chin qalbimizdan. Ezgu niyatlar. Hammaga omad tilaymiz. Tabriklaymiz uka. Marketing sohamiz, mobilografiya, hamma tomoniga qarab aka qayerida nima bor deydigan ukamiz bor, Solijonov Abdulbos. Tabriklaymiz. Duosi chin qalbimizda. Hayotingiz muborak bo'lsin uka. Qani ezgu niyat tilaylar. Ko'payishiga sababchi bo'lib, hamma joyini garoshi mana shu chiroyli qilib berayotgan bizni master klass ustamiz Saidamat Azmi. Do'stlar. Hayotingiz muborak bo'lsin oshna. Shu sharoitlarni berayotgan ishingizni qilgan
Tabriklaymiz do'stlar. Assalomu alaykum, Havs haydovchini kuzatayotgan akalarimiz. Havs haydovchi boshlangandan beri qabul xodimligidan boshlab barcha filiallarimizni to kamchiligini bartaraf qiladigan jonkuyari Abdushukur ukam bor shu yerda. Shu ukam bitta o'zi qolib ketib qoldi, ko'pchilik ketib qoldi, lekin ko'pchilikning nomidan tabriklaymiz. Hamma kamchiligimizni, dardimizni shu bolaga aytamiz. Sherzod akamga yetkazib, chiroyli kamchiliklarni bartaraf qilib, eng zo'rlarini olib kelib beryapti Havs haydovchiga mahsulotlarni. Shu Abdushukur ukam bo'ladi. Tabriklayman. Endi o'zingiz chiqaylaringiz qani? Assalomu alaykum avvalambor. Assalomu alaykum. Havslar jamoamiz. Vaqtgacha shu jinchadan boshlading, mashinchalik bo'lib katta edik. Avvalambor shuncha hammanglarga rahmat. Bu ko'pchilikning mehnati, bu bitta odamning mehnati emas. Juda ko'pchilikning mehnati. Bunaqa katta tashkilot bo'lib o'sishimiz. Avvalambor sizlarning bizning mehnatimiz. Xudo xolasa bundan kattaylik, kamaymaylik. Hammanglarga rahmat. Juda chiroyli zo'r ketyapti. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Havs haydovchi! Yana bitta jonkuyar domlamiz bor. Avtodromda tonni guruhga qilib, qurilish materiallariga da hamma yo'lda qilib beradigan Muhammadali akamizni tabriklab qolamiz. Muhammadali aka tabriklaymiz. Qolgan hammanglarni kirib kelayotgan hayit ayyominglar muborak bo'lsin. Ishinglarda kuch-quvvat, mehnatinglarga rozi bo'lib, yana Xudo xolasa chiroyli yuz bilan, harakatlar bilan davom etaylik. Rahbarimizni ham Xudo xolasa oxirida duo qilasizlar. Shuncha narsaga sababchi bo'layotgan, ya'ni oshnam. O'zi uzoqda bo'lib qoldi. O'sha samimiy tilaklarini bildirdi. Xudo xolasa qatorimizdan xato bo'lmay, chiroyli ishlab yuraylik. Hammamiz salomat bo'laylik. Shu rahbarimiz ukamiz Sherzod begim salomat bo'lsin. Korxonamiz yillab yashnasin. Hamma xonadonida tinchlik, omonlik bo'lsin. Ishxonamizga ham rivojiga Alloh fayz barakot bersin. Hammamiz salomat bo'lsin. O'z yo'lida barvamiz. Mana aytdim. Bir rahmat. Amin, amin. Amin. Hammani hayit ayyomida tabriklaymiz. Havs haydovchi avtomaktabi nomidan kengayib, bundan safimiz kengaysa, kamaymasin. Bu natijaga erishishimizga sababchi bo'lgan shu yerda o'quvchilarimiz, hamma o'zi tish tirnoq bilan tirmashib bo'lsa ham hammamiz birdamlikda ishlayapmiz. Aynan barakali bo'ladi bunday narsa. Afsus haydovchi jamoasi Qurbon hayit bayrami bilan